Qozonimizdan kimliklarimizni ularni qotib, bahosini chiqarib, kimga birinchi o'rin berishimizdan belgilab berishadi. Shunday yurtni vatan qilib berganiga shukr. Shunday xalqni bizdan millatdosh qilib berganiga shukr. Prezidentimiz yurtim, xalqim, vatanim deb turib, katta kuyinchilik bilan butun harakatlarni qilyaptilar. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Navro'z olamda muborak bo'lsin. Qilib olgan mana bu sumalaklar bu bizning bahorning elchisi hisoblanadi. Hech qachon dasturxonimizdan hech qachon ne'matlarimiz arimasin. Hammanglarni Alloh taolo baxt saodatini, ularning rohatini ko'rib yursin. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bayramlaring bilan hammalaring. Muborak bo'lsin bayramlaringiz. Mana tayyor bo'ldimi? Tayyor. Ochilib nima qiling? Soy bo'yida yo yurgan yigit, qoshu ko'zini suzgan yigit, bilak uzugimni olgan yigit, olganlar bersin bilak uzugimni. Kitob burchi yiqildi-ku, polkalar. Shu joyda hamma polkaga mana shunday qilishadi. Har kunidan berasiz endi bizga. Aylama.